alaykum Humo Arena. Sizlar bilan 10 yil deganda diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun bu sahnada turish, bu sahnaga yetib kelish oson bo'lmadi. 18 yil oldin orzular bilan chiqqan edik. Bugun esa biz qaytdik. Mashhurlik uchun emas, yoki qandaydir bir trend uchun emas. Shunchaki yurakda qolib ketgan gaplar, qalbimizda qolib ketgan gaplarni oxirigacha aytish uchun qaytdik. Agar bugun sizning ham qandaydir xotiralaringiz bo'lsa, yurakda qolib ketgan qandaydir gaplar bo'lsa, bugungi kechamiz sizlar uchun. 18 yil oldin orzular, havaslar bilan chiqqan. Bugun esa shuncha yilda hayot bizga nimani o'rgatgan bo'lsa, shuni ko'tarib olib chiqdik. Shuncha yil ichida yiqildik, turdik, yig'ladik, kuldik. Hattoki eng yaqin do'stimiz, qadrdonimizni yerga topshirdik. Yana birimiz esa o'lim bilan yuzma-yuz keldi va qaytdi. Bugun bu sahnada nafaqat 2 kishi turibmiz, balki biz bilan birga xotiralar turibdi. Yo'qotgan insonlarimiz xotirasi turibdi. Bundan tashqari eng asosiysi sizlar turibsiz.